Biz uxlaymiz, dam olamiz, ba'zan butun kun deyarli hech narsa qilmaymiz. Lekin tanamiz ichida bitta organ bor. U tanaffus qilmaydi. U biz uxlaganimizda ham ishlaydi. Biz gaplashayotganda ham ishlaydi. Biz uni o'ylamaganimizda ham ishlaydi. Bu yurak. Odamning yuragi bir kunda o'rtacha 100 ming martaga yaqin urishi mumkin. Bir yil davomida millionlab marta qisqaradi. Butun umr davomida esa bu raqam milliardlarga yetadi. Lekin eng qiziq savol boshqa. Yurakni kim ishlatib turadi? Miya har safar unga endi ur deb buyruq beradimi? Yoki yurak ichida o'ziga xos yashirin motor bormi? Nega u oddiy mushaklar kabi tez charchab qolmaydi? Bugun yurakning eng sirli jihatlaridan birini tushunamiz. Nega yurak to'xtamay ishlaydi? Ko'pchilik yurakni nasosga o'xshatadi. Bu taqqoslash qisman to'g'ri. Chunki yurak haqiqatdan ham qonni haydaydi. U qonni o'pkaga yuboradi. U yerda qon kislorodga boyiydi. Keyin shu kislorodli qon butun tana bo'ylab tarqaladi. Miya, mushaklar, jigar, buyraklar hammasi kislorod va oziq moddalarni qon orqali oladi. Agar yurak ishlamasa, qon aylanmaydi. Qon aylanmasa, hujayralar kislorodsiz qoladi. Kislorodsiz qolgan hujayralar esa tezda faoliyatini yo'qota boshlaydi. Lekin yurak oddiy nasosdan farq qiladi. Oddiy nasosni tashqaridan yoqish mumkin. Unga elektr kerak, tugma kerak, boshqaruv kerak. Yurak esa tananing ichida o'z-o'zidan ritm hosil qila oladi. Shu sababli yurakni faqat nasos deb atash yetarli emas. Yurak bu nasos, mushak va elektr tizimining birlashgan shakli. Uning urishi shunchaki go'shtning harakati emas. Har bir duk-duk ortida aniq tartiblangan elektr signal bor. Bu yerda ko'pchilik adashadi. Odamlar yurakni miya boshqaradi deb o'ylaydi. Albatta, miya va asab tizimi yurak tezligiga ta'sir qiladi. Masalan, qo'rqqanimizda yurak tez uradi. Yugurganimizda ham tezlashadi. Uxlaganimizda esa sekinlashadi. Lekin miya yurakka har bir urish uchun alohida buyruq bermaydi. Yurakning o'zida maxsus hujayralar bor. Bu hujayralar elektr impuls hosil qila oladi. Ya'ni yurak ichida tabiiy ritm manbai mavjud. Buni oddiy qilib shunday tasavvur qiling. Yurak orkestr, miya tashqi boshqaruvchi. Lekin yurak ichida o'z dirijori bor. Shu dirijor ritmni boshlab beradi. Bu tabiiy ritm markazi sinoatrial tugun deb ataladi. U yurakning o'ng bo'lmachasida joylashgan. Aynan shu kichik hudud yurak urishining boshlanish nuqtasi hisoblanadi. Shuning uchun sinoatrial tugunni ko'pincha yurakning tabiiy ritm beruvchisi deyishadi. Sinoatrial tugun yurakdagi birinchi signalni chiqaradi. Bu signal elektr impulsga o'xshaydi. U juda kuchli tok emas. Bu devordagi rozetkadan keladigan elektr emas. Bu hujayralar ichida ionlar harakati orqali yuzaga keladigan biologik elektr signal. Signal avval yurakning yuqori kameralariga, bo'lmachalarga tarqaladi. Bo'lmachalar qisqaradi. Qon pastdagi qorinchalarga tushadi. Keyin signal yurakning markaziga yaqin joylashgan boshqa bir muhim nuqtaga yetadi. Bu atrioventrikulyar tugun, qisqacha AV tugun. AV tugunning vazifasi juda qiziq. U signalni biroz ushlab turadi. Nega? Chunki yurakda hamma narsa bir vaqtda qisqarib ketmasligi kerak. Agar bo'lmacha va qorinchalar bir paytda qisqarsa, qon tartibli haydalmaydi. Avval bo'lmachalar qonni qorinchalarga tushirishi kerak. Keyin qorinchalar kuchli qisqarib qonni tanaga va o'pkaga haydashi kerak. Demak, yurakdagi kichkina kechikish hayot uchun juda muhim. Bu kechikish bo'lmasa, yurak tartibli nasos kabi ishlamaydi. Biz yurak urishini duk-duk deb eshitamiz. Lekin bu tovush yurakning o'zi devorga urilayotganidan chiqmaydi. Yurakdagi tovushlar asosan klapanlar yopilishi bilan bog'liq. Yurak ichida eshikchalar bor. Ular qonning faqat kerakli tomonga oqishini ta'minlaydi.
Qon orqaga qaytib ketmasligi uchun klapanlar ochilib yopilib turadi. Birinchi duk qorinchalar qisqarishi boshlanganda ayrim klapanlar yopilishi bilan bog'liq. Ikkinchi duk qon katta tomirlarga haydalgandan keyin boshqa klapanlar yopilishi bilan bog'liq. Demak, biz eshitadigan yurak urishi bu butun tizimning ovozi. Elektr signal boshlanadi. Mushak qisqaradi. Qon harakatlanadi. Klapanlar yopiladi va biz duk-dukni eshitamiz. Oddiy tovush ortida nihoyatda aniq muvofiqlik bor. Oddiy mushakni olaylik. Masalan, qo'l mushagi. Siz qo'lingizni ko'tarmoqchi bo'lsangiz, miya signal yuboradi. Signal asab orqali mushakka yetadi. Mushak qisqaradi. Lekin yurak mushagi boshqacha. Yurak mushagi hujayralari elektr faollikni o'zlari hosil qila oladigan maxsus hujayralar bilan bog'langan. Shu sababli yurak ritmi ichkaridan boshlanadi. Bu juda muhim xususiyat. Chunki yurak har soniya tashqi buyruq kutib tursa, tizim juda xavfli bo'lardi. Biror signal kechiksa, qon aylanishi buziladi. Tabiat buni boshqacha hal qilgan. Yurak ichiga avtomatik ritm markazi joylashtirilgan. Miya yurakka faqat tezroq yoki sekinroq ishlashga ta'sir qiladi. Lekin asosiy ritm yurak ichida tug'iladi. Shuning uchun odam uxlayotganda ham yurak urishda davom etadi. Siz xushyor bo'lmasangiz ham yurak xushyor. Agar yurak o'z ritmini o'zi boshlasa, nega qo'rqqanda yoki yugurganda tez uradi? Chunki yurak yolg'iz ishlamaydi. Tana doimiy ravishda yurakka ehtiyoj haqida xabar yuboradi. Yugurganingizda mushaklar ko'proq kislorod talab qiladi. Qonda karbonat angidrid ko'payadi. Tana tezroq qon aylantirish kerak degan signal beradi. Shunda yurak tezroq uradi. Qo'rqqaningizda esa tanada stress gormonlari ko'payadi. Tana xavfga tayyorlanadi. Yurak tezlashadi. Qon mushaklarga ko'proq boradi. Uxlaganingizda esa ehtiyoj kamayadi. Yurak sekinroq uradi. Demak, yurakda ikki xil tizim bor. Birinchisi ichki ritm, ikkinchisi tashqi sozlash. Ichki ritm yurakni urdiradi. Tashqi sozlash esa uni vaziyatga moslashtiradi. Bu mashinadagi motor va gaz pedaliga o'xshaydi. Motor o'zi ishlaydi, lekin tezlik vaziyatga qarab o'zgaradi. Yurak nega charchab qolmaydi? Bu eng qiziq savollardan biri. Agar biz qo'l mushagimizni tinimsiz ishlatsak, u charchaydi. Masalan, og'ir narsa ko'tarsak, birozdan keyin qo'l titraydi, kuch kamayadi. Lekin yurak butun umr ishlaydi. Nega? Birinchidan, yurak mushagi oddiy skelet mushagidan farq qiladi. U doimiy ritmik ishga moslashgan. Ikkinchidan, yurak har urishdan keyin juda qisqa bo'lsa ham dam olish fazasiga ega. U bir marta qisqaradi, keyin bo'shashadi. Shu bo'shashish paytida yurak keyingi urushga tayyorlanadi. Uchinchidan, yurak juda ko'p energiya sarflaydi va doimiy kislorodga muhtoj. Shuning uchun yurakning o'ziga ham qon yetkazib beradigan maxsus tomirlar bor. Ular koronar tomirlar deyiladi. Qiziq tomoni shundaki, yurak butun tanaga qon haydaydi. Lekin o'z mushagi ham alohida qon ta'minotiga muhtoj. Agar yurak mushagiga qon yetarli bormasa, muammo boshlanadi. Demak, yurak to'xtamay ishlash uchun faqat elektr signal yetarli emas. Unga kislorod, oziq modda va sog'lom qon aylanishi ham kerak. Yurakning yana bir hayratlanarli tomoni bor. Odam tug'ilishidan ancha oldin, ona qornida rivojlanayotgan paytidayoq yurak faoliyati boshlanadi. Hali odam gapirmaydi, hali o'pkasi mustaqil nafas olmaydi, hali ko'zlari dunyoni ko'rmaydi. Lekin yurak ritmik faoliyatni boshlaydi. Bu narsa yurakning qanchalik markaziy organ ekanini ko'rsatadi. Tana shakllanayotgan paytda ham qon aylanishi kerak. Hujayralarga oziq modda va kislorod yetib borishi kerak. Yurak shu vazifani juda erta boshlab yuboradi. Shu sababli yurak urishi ko'pincha hayot belgisi sifatida qabul qilinadi. Lekin bu yerda ham gap sehrda emas.
Gap hujayralarning maxsus elektr xususiyatida, mushaklarning qisqarish qobiliyatida va butun tizimning bosqichma-bosqich shakllanishida. Yurakning elektr tizimi mukammal ishlasa, ritm tartibli bo'ladi. Lekin bu tizimda muammo paydo bo'lishi mumkin. Signal juda tez chiqishi mumkin, juda sekin chiqishi mumkin yoki noto'g'ri joydan boshlanishi mumkin. Ba'zan signal yuqoridan pastga normal o'tmay qoladi. Bunday holatlar yurak ritmi buzilishiga olib keladi. Tibbiyotda bunga aritmiya deyiladi. Aritmiyaning turlari ko'p. Ba'zilari yengil bo'lishi mumkin, ba'zilari esa xavfli. Shuning uchun yurak urishini tekshirishda EKG ishlatiladi. EKG yurakning elektr faoliyatini tashqaridan yozib oladi. Biz qog'ozda yoki ekranda ko'radigan chiziqlar aslida yurak ichidagi elektr jarayonlarining izidir. Yurak urishi tashqaridan oddiy duk-duk bo'lib eshitiladi, lekin EKG bu ritm ortidagi elektr tartibni ko'rsatadi. Agar yurakning tabiiy ritm markazi yaxshi ishlamasa yoki signal to'g'ri tarqalmasa, shifokorlar ba'zan maxsus qurilmadan foydalanadi. Bu qurilma sun'iy ritm beruvchi qurilma, ya'ni kardiostimulyator deb ataladi. Sun'iy ritm beruvchi qurilma yurak juda sekin urayotganini sezsa, unga kichik elektr impuls yuboradi. Bu impuls yurakni kerakli vaqtda qisqarishga undaydi. E'tibor bering, sun'iy ritm beruvchi qurilma yurakni tirik qiladigan sehrli qurilma emas. U yurakdagi elektr ritm muammosini tartibga solishga yordam beradigan tibbiy texnologiya. Bu yerda ham asosiy g'oya o'sha. Yurak urishi elektr signal bilan bog'liq. Tabiiy yurakda bu signal sinoatrial tugundan boshlanadi. Muammo bo'lsa, sun'iy qurilma shu ritmni qo'llab-quvvatlashi mumkin. Bu inson tanasidagi biologik elektr tizimini tushunganimizdan keyin yaratilgan texnologiyalardan biridir. Bu mavzuda ehtiyot bo'lish kerak. Yurak to'xtamay ishlaydi deganimiz, u hech qachon muammoga uchramaydi degani emas. Yurak juda kuchli organ, lekin u ham kislorodga muhtoj. U ham qon ta'minotiga muhtoj. U ham elektr tizimining tartibli ishlashiga muhtoj. Agar yurak mushagiga qon yetarli bormasa, agar ritm buzilsa, agar yurak haddan tashqari zo'riqsa, muammolar yuzaga kelishi mumkin. Shuning uchun yurakni faqat romantik ramz sifatida emas, biologik mexanizm sifatida ham tushunish muhim. Yurak she'rlarda sevgi belgisi bo'lishi mumkin. Lekin ilm-fanda yurak bu ritm, elektr signal, mushak, qon, kislorod va energiya uyg'unligi. Demak, yurak nega to'xtamay ishlaydi? Chunki u oddiy mushak emas. Yurak ichida o'z elektr tizimi bor. Signal sinoatrial tugundan boshlanadi. Bo'lmachalarga tarqaladi. Atrioventrikulyar tugunda biroz ushlanadi. Keyin qorinchalarga o'tadi. Shu tartib tufayli yurak avval qonni ichkarida to'g'ri yo'naltiradi. Keyin uni tanaga haydaydi. Miya yurakni har urishda alohida boshqarmaydi. Lekin u yurak tezligini vaziyatga qarab sozlashda ishtirok etadi. Yurak charchamay ishlashga moslashgan, lekin buning uchun unga doimiy kislorod, energiya va sog'lom qon ta'minoti kerak. Shuning uchun yurak urishi oddiy duk-duk emas. Bu tanamiz ichidagi eng mukammal ritmlardan biri. Va eng qizig'i shundaki, biz uni ko'pincha sezmaymiz. Lekin u biz uchun har soniya ishlayapti. Yurakning elektr tizimi qanday ishlashini ko'rsatuvchi qo'shimcha rasm, manbalar va qisqa izohlarni Telegram kanalimizga joyladik.